9 seriya mashinalarning ichida eng mana bu funksiyasi ko'p mashinalardan bittasida Denza N9 eng fulli bo'ldi. Bundan fulli chiqmagan, bundan restorangi boshqasi chiqmagan. 25-yil probegiga ahamiyat bering. 11.000 kilometr yurgan, bitta qo'l haydalgan, kraskasi 100% top toza. Mashinani shu darajada funksiyalari ko'p. Mana tepada qo'yib qo'yaman. Mana qaranglar. Yonmachasiga ham yuradi, aylanib ham beradi. Xullas bir dunyo opsiyalari bor. Gibrid 1300 kilometr yurib beradi. Maza deydi-yu, lidan keyin bitta haydab ko'rasizmi deyman. Egalar aytayotdilar, ancha yumshoq yuradi. Maza, komfortli mashina. 230 mikrolli polni broneplyonka qilingan, ya'ni bu ham yaxshigina pul turadi. Keyin 100% Black Edition qilingan. Hamma joyi qop-qora bo'lib turibdi. Bundan qora bo'lmaydi mashina. Salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Salon holatlari ham tiniq holatda bo'lib turibdi. Bironta joyi qirilmagan, chizilmagan. Hozir men sizga aytadigan narx 80.900 dollar. Yaxshilab so'rab surishtirib ko'ring. Shu kecha kunduzda bundan probeg kam bunaqa narxga topa olmasangiz kerak. Keyin realniy pulinglar bo'lsa, mana realniy pulim narx deydigan bo'lsangiz, egalari qattiq odamga o'xshamadi. Bemalol telefon qilib, et-betidan o'tib berishadi. Xarid qilsangiz bo'ladi. O'zligini mashinasi, bitta qo'l haydalgan, hech qanaqa aybi, nuqsoni yo'q.